Gamil bo'shlig'ingizda o'simta bor, buni zudlik bilan operatsiya qilmasa, bu o'limga olib keladi deb. Aziz shifokorning so'zi har qanday doridan kuchli va har qanday doridan xavfli ekanligini yana bir marta amin bo'ldim. Qabulimizga bir bemor keldi, onaxon 60 yoshlar atrofida, o'zlari yashab turgan joyda u kishida gamil bo'shlig'ingizda o'simta bor, buni zudlik bilan operatsiya qilmasa, bu o'limga olib keladi deb sal doktorlar vahima qilishgan. Bizga ko'rikka kelganlarida bemor bilan suhbatlashganimizda bemor aytibdilarki, 2-3 kundan beri juda tushkun ahvoldaman, ovqat yemayapman, buni uydagilari ham tasdiqlayaptilar. Bemorni tekshirganimizda oddiygina gaymali chiqyapti. Bemorga dori-darmonlarni yozib beryapmiz, hech qanaqa ukolsiz, shu burunga sepadigan va tabletkalar. Bemor 10 kundan keyin kelyaptilar va aytayaptilarki, bolam, sizdan chiqqanimdan o'zimni yengil his qilyapman. O'g'illari aytayaptilarki, uyga ayam borganlaridan ovqat yeyishni boshladilar, kayfiyatlari yaxshi bo'ldi va siz bergan dori-darmonlardan yaxshi bo'ldilar deyaptilar. Qissadan hissa shuki, azizlar, bemorlarga hech qachon vahima qilish kerak emas. Endi albatta vahimali kasalliklar ba'zi vaqt bo'ladi. O'shani ham uydagilarga aytgan ma'qul, chunki Ibn Sino aytadilar: "Vahimaning o'zi yarim kasallik, xotirjamlik yarim sog'lik, sabr bu sog'ayishning boshlanishi."